Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Holat bo'yicha Instagramda bitta dona fikrlarim aytib ketmoqchiman. Men ham bitta tarafdan to'g'ri tushunsangiz xursand bo'lgan bo'lardim. Men o'sha banichadaman. Xudo xolisa to'liq video ham chiqadi taksis bola bilan. Ko'p kanalda qo'yib yuboryapti, aka-uka blogerlar taksis bolani urib tashadidir. O'sha bolalarning o'zi ham guvoh, xudo xolisa aytishadi hali. Men ushkalli bo'lmaganman, men u bolani urmaganman. Men hamma narsa tugab bo'lgandan keyin bordim. Bolalardan so'radim, nima vaziyat bo'ldi, nima bo'pti desam, shilqimlik qildi opamga, mana bu ayolga shilqimlik qildi deyishgani uchun jahl ustida men ham jahlim chiqib ketdi-da. Menimcha bu odam jahli chiqib ketardi. Sen hali shilqimlik qildingmi deb jahl ustida video qilib ozgina shoshib qo'yib katta xato qildim. 40 minutcha o'sha video turdi Instagramda va men sirazu olib tashladim u videoni. Chunki noto'g'ri ma'lumot berganimni bilib qo'ydim. Men aybimni tan olaman. Katta xatoyim birovlarning gapiga ishonib, noto'g'ri informatsiya berib, u insonni haqorat qilib qo'ydim. Lekin u Instagramda aytayotganning mashinasiga jabr bermadim, u bolani urganim ham yo'q. Kecha mana akalar bilan gaplashdik, Banishaga kelganmiz. Xudo xolisa endi mana ko'rishib gaplashib olamiz. Men bitta o'zim kelganman. Shu tarafdan bitta to'g'ri tushuninglar meni ham. Oqlamoqchi emasman, lekin men ham boshqalarning gapiga ishonib qolib, shu bolani men ham yomon ko'rib qoldim-da, video chiqardim jahl ustida. Oxirgi gapim shuki, men ham sizlar o'ylagandek u darajada yomon bola emasman. Ko'pchilik yaqinlarim biladi. Aybim bor, egilgan boshni qilich kesmaydi deyshgandi. Boshimni egib xatoyimni tamomman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Sizlardan bitta iltimos, Nur 72 ga ham nafrat ko'zi bilan qarab yomon ko'rib qolmanglar. To'g'rimi, noto'g'rimi, baribir opasi uchun ham harakat qildi. U ham jahl ustida ish qildi. Nuri ham yomon bola emas, u ham opasi uchun harakat qildi. U yog'i Nur 72 bilan u bolalar urushgani opasini mavzusi, ular o'zligi xudo xolisa alohida yana chiqarishadi. Men o'zimni xatoyimni ommaga olib chiqdim. Okalar, ko'pchilik tanisizlar, qanaqa bolaligimni ham bilasizlar. Men o'zimdan o'zim yomonlik hech kimga qilmayman. Ozgina men ham kashiga aralashib, noto'g'ri informatsiya bilan chiqib qo'ydim. Ming bor uzr. Nur 2 temasi aktualni bo'lib ketdi, o'rtoqlar jamiyatga chiqib. Men ham jamiyatman, o'zim fikrimni bildirishim kerak. Tasavvur qilinglar, aytishadi, pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa birovga deb. Opamiz yo singlimiz bilan bog'liq shunaqa voqea bo'ladigan bo'lsa, birovga borib eshitib ham o'tirmaymiz. Kerak bo'lsa, sug'urib olishga, o'sha vaziyatda qandaydir so'rab olishga harakat qilamiz. Bu yerda ayb 100% opasida. Opasini shoshilib qilgan qarori qanaqadir temalarida deb o'ylayman. 100% bu bolalarni men aybdor demayman. Xohlasanglar, mana komment ochuv, meni so'kinglar, haqoratlanglar, boshqa qilinglar, lekin deb bo'yimiz opamiz yo singlimiz uchun kurashamiz. Ayb ayollarda, ya'ni bu ayollar demoqchiman, ayollarimiz, opalarimiz, singillarimiz bor bo'lishsa, shunday ekan, to'g'risi bu bolalarga sabr tilayman. Xudo kuch-quvvat bersin. Ehtiyot bo'lamiz o'rtoqlar. Mana sizlarga ukamizani ko'rsatamiz. O'zi sizlarga bir ikki og'iz ham gapiradi. Assalomu alaykum hammaga rahmat shunchalik. Padishada bo'lgandagi hozir ahvolim ancha yaxshi. Murojaatim, lekin bir ikki xodimlari kelib mendan ariza olishmadi hali. Ishni yopib qo'yishmoqchiman, bilmadim. Lekin aloqaga chiqishyapti, lekin kelgani yo'q. Hech kim kelib xabar ham olgani yo'q. Ariza ham olgani yo'q. Bir sutka bo'ldi o'sha. Qoldi. Rahmat.